Eng zo'ri payg'ambarimiz hamma yo'lni ko'rsatib berdi. Masalan, eng katta yutkizganlar aytayapman, kech yotishligimiz. Payg'ambarimiz qanaqa qilardi yotar edi? Xuftondan keyin birovga gaplashmagan. Xuftondan keyin birovga gaplashmay yotib olingmi? O'ta baraka bo'ladi. O'nda uxlab ko'rmaysizlarmi? Birovga gaplashmay hayotingizda mana ko'p aytaman, nimaga da'vatchilar 3 kunda maza qilib keladi? Sunnat yashaydi to'liq. Bir kun bo'shab o'tganda ham aytdim, bir kun bo'lsa ham yashab ko'ring dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uxlagan kunduzi u kunati qoyilula degan. Qoyilula degani shu o'zi. Qolinglar so'zdan chiqadi. Zaratga bir bodri bo'lib olasizda. Ovqat yemoqchisiz, o't ochkasiz. Payg'ambarimiz qanaqa qilib yegan? Mana bitta misol aytayap. Bittasi ovqat fudab ichyapti, bittasi tiyanib ovqat choy ichyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men suyanib ovqat yemayman degan. Bu birinchisi, ikkinchisi fudashlikdan qaytargan bilasizlar, nima uchun edi? O'zi men odamdan chiqqan narsa atirma o'rchasini. Karbonatga yutganimiz kislorod. O'zingizni havoingiz bir 2 minut yutib turing, jinnab qolasiz. Ya'ni qachon amal qilamiz sunnatga degan savol. Bilasizlar, hammanglar mana sunnat, Pasha tushmasa nima qilaman degan hadisda to'kib tashlashyapti degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Fudama degan-da shunday. Ya'ni botirib turib chiqarib tashlanadi. Ya'ni sunnatga amal qilish qancha vaqt kerak bizga? O'lgandami desa, u kecha bo'ladi endi. Qanchalik amal qilganimiz sari maza qilamiz, shuni bilib qo'yaylik. Chunki hozirda aytdi-yu, odamga eng katta lazzat dedi. Hamma lazzatlar tark etib, havosini tiygan odam maza qiladi.